Universitetda axborot resurs markazi faoliyatida kitob olish va topshirish jarayonini avtomatlashtirish hamda universitetda mavjud raqamlashtirilgan axborot resurs markazi tizimi bilan integratsiyalash bo'yicha loyihani taqdimotini boshlayman. Ushbu loyiha bo'yicha muammoni o'rganib chiqadigan bo'lsak, odatda an'anaviy kutubxonalarda kitob olish va kitoblarni topshirish jarayoni ko'p vaqt talab qilishi mumkin. Ya'ni har bir kutubxona axborot resurs markazi xodimi har bitta kitobxon uchun o'rtacha 3-5 daqiqa vaqt sarflagan holda kitoblarni rasmiylashtirilgan holda, demak, kitobxonga taqdim etishi mumkin. Bu esa o'z navbatida navbatlarni keltirib chiqaradi. Natijada xizmat ko'rsatish sifati pasayishi va xodimlarning ish yuklamashi ortishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa ish unumdorligini pasayishiga olib keladi. Biz bunga yechim sifatida taklif etayotganimiz axborot resurs markazi avtomatlashtirishdan iborat. Bundan tashqari axborot resurs markazi faoliyatida kitob olish va topshirish jarayonini avtomatlashtirish taklif etilyapti. Bunda mavjud raqamlashtirilgan axborot resurs markazi tizimi bilan integratsiyani amalga oshirilgan holda kitoblarni, demak, kitobxonga taqdim etish ERFID identifikatsiyalash orqali amalga oshirilishini tavsiya beryapmiz. Bunda har bitta kitobxon axborot resurs markazi raqamlashtirilgan platformasiga kirganda o'zlarining Xemis login parollari orqali kirishlarini yo'lga qo'ydik. Bu esa bizga, demak, Xemis orqali integratsiya qilinganligini ko'rsatib o'tdik va bu narsa ko'pgina qulayliklarga egaligini ham ko'rdik. Bundan tashqari, ushbu loyiha doirasida biz shaxsiylashtirilgan tavsiya tizimini AI orqali, ya'ni sun'iy intellekt funksiyasini qo'shgan holda har bir kitobxonga o'zining qiziqishlariga ko'ra kitoblarni tavsiya etishni funksiyasini joriy etdik. Bu esa kitobxonni kitoblarni ko'proq o'qishga undash va o'ziga qiziqarli bo'lgan kitoblarni tezda topib olish jarayonini osonlashtirish uchun amalga oshirilyapti. Ushbu loyihamiz Buxoro davlat texnika universitetida joriy etildi va sinovdan o'tkazildi. Bunda universitetdagi 1398 nafar o'qituvchilar a'zo qilindi va 9649 nafar talabalar faol foydalanib kelmoqda. Ushbu platformada raqamlashtirilgan axborot resurs markazi va kitob olish va topshirish jarayonini, demak, avtomatlashtirish qurilmasidan foydalanib kelmoqda. Bundan tashqari, kutubxona.bsto.uz saytini ko'radigan bo'lsak, ushbu platforma orqali biz onlayn qidiruvni, ya'ni kitoblar nomi, muallifi va mavzusi bo'yicha tezgina qidirishni amalga oshirish imkoniyatini qo'shdik. Bundan tashqari, foydalanuvchilarni kitoblarni bron qilish imkoniyatini berdik va o'qish tarixini kuzatib borish statistikasini ham nazorat qilishni ko'rsatib o'tdik. Platformani ko'radigan bo'lsak, kutubxona.bsto.uz sayti kirishni amalga oshiradigan bo'lsak, mana bu yerda tizimga kirish uchun foydalanuvchilarni 3 guruhga bo'ldik. Birinchi guruh talabalar uchun, ikkinchi guruh universitet professor, o'qituvchilar va xodimlari uchun, uchinchi guruhimiz mahalla fuqarolari uchun. Ya'ni bilamizki, prezidentimiz tashabbuslari bilan kitobxonlikni oshirish, ya'ni mahallalarni ham bunga jalb qilish, kitobxonlar sonini oshirish va har bitta kitobxonni yiliga 10 dan ortiq bo'lgan kitob o'qishga undash ishlari amalga oshirilganligi bois biz mahallalar uchun ham Buxoro viloyati miqyosida 516 ta mahalla uchun ham login parollar orqali Buxoro davlat texnika universiteti axborot resurs markazidan foydalanish, elektron kutubxona imkoniyatlaridan foydalangan holda, demak, kitoblarni elektron holda o'qishni biz tashkillashtirdik. Bunda ko'radigan bo'lsak, Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Narshahiy mahalla fuqarolar yig'ini, demak, login paroli bilan kirganda ushbu dashbordni ko'rishimiz mumkin. Bunda katalogni ochadigan bo'lsak, har bir mahalla fuqarolar yig'ini, demak,
xodimi yoki o'sha mahalla fuqarolari elektron kitoblarni yoki ko'rib olishlari mumkin. Bundan tashqari filtrlar orqali sohalar bo'yicha yoki qo'shimcha adabiyotlarni, tillar bo'yicha adabiyotlarni ajratib olgan holda, demak, onlayn elektron kitoblar mavjudligini ko'rish va onlayn o'qish ishlarini ham amalga oshirishimiz mumkin. Bu Buxoro davlat texnika universiteti, demak, kutubxona fondidan barcha Buxoro viloyati aholisining foydalanishi mumkinligini bildiradi. Bundan tashqari, ushbu platformada biz kirishni talaba nomidan amalga oshiradigan bo'lsak agar, talabalar ham xuddi shunday kitoblarni sonini, statistikasini ko'rib borishi mumkin. Bundan tashqari, kataloglar va sohalarga doir bo'lgan kitoblarni bemalol o'qib, qidiruvga berib, kitoblarni tanlab olganimizdan keyin ushbu kitoblarni buyurtma berish orqali demak, borib kutubxonadan keyinchalik olishimiz ham mumkin. Professor o'qituvchilar uchun ham ushbu platformaga kirish Xemis login parollari orqali amalga oshiriladi. Bu Xemis tizimi orqali integratsiya qilinganligining ahamiyati o'sha axborot resurs markazi tomonidan biz har bitta kitob olish va topshirish jarayonida alohida kartalar qo'llaydigan bo'lsak, u kartalarni qaysidir talabalar, xodimlar esdan chiqarib qoldirishi mumkin yoki yo'qotib qo'yishi mumkin. Login parollar orqali amalga oshiriladigan bunday axborot resurs markaziga kirish esa ishimizni tezroq amalga oshirishimiz va bir nechta tizimlarda mavjud bo'lgan bitta login parol orqali kirishni amalga oshirishimizga, demak, ruxsat beradi. Mana bunday, demak, kitoblarni o'qib foydalanib, platforma bilan xuddi shu amallarni bajarishimiz mumkin. Bundan tashqari, kutubxonachi ham o'zini kitoblarni kiritish uchun quyidagi dashbordga ega. Bu yerdan kitob qo'yishlarini, kitob berish va kitob qaytarish jarayonlarini kuzatib borishlari mumkin. Har bir kutubxonachi birinchi navbatda raqamlashtirilgan axborot resurs markazi fondini yaratish uchun birinchi navbatda kitob qo'yish amaliyotini bajarish kerak. Shunday ekan, kitob qo'yish amaliyoti uchun quyidagi, demak, bo'limlar asosida kitoblarni berishni tashkillashtirib yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari, platforma orqali ham avtomatik kitoblarni taqdim etish, foydalanuvchilarni, demak, mana shu platforma orqali kitobxonlarga kitoblarni tarqatish amaliyoti ham bajarilgan. Bundan tashqari, biz ushbu raqamlashtirilgan axborot resurs markazi platformasi bilan ushbu qurilmani, ya'ni kitoblarni elektron olish va topshirish jarayonini raqamlashtirish, avtomatlashtirish jarayoni uchun ushbu qurilmani tavsiya etdik. Qurilmani, demak, tayyorlanish holatidan lavhalar ko'ryapsiz. RFID, demak, identifikatsiyalash orqali kitoblarni mana bu yerga, demak, joylashtirish orqali biz kitobxonga tezda identifikatsiya qilish orqali 1 soniya ichida kitobni, demak, topshirishimiz mumkin. To'liq qurilmani tayyor holati quyidagi ko'rinishda va u hozir Buxoro davlat texnika universiteti kutubxonasida, demak, foydalanib kelinmoqda. Vaqt samaradorligi bo'yicha ko'radigan bo'lsak, an'anaviy tizimlarda bitta kitob topshirish uchun aytganimizdek 3-5 daqiqa o'rtacha vaqt sarflanadi. Bu esa avtomatlashtirilgan ushbu tizim uchun bitta kitob uchun 10 soniya vaqtni olishi mumkin. 100 ta kitob uchun bu vaqt an'anaviy tizim uchun sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Bu esa avtomatlashtirilgan tizim uchun 30 va 50 daqiqa orasida bo'lishi mumkin. Qo'lda qayd etish tizimida xatoliklar ko'proq uchrashi mumkin. Bunda avtomatik qayd etish tizimida esa 100% aniqlik asosida kitoblar foydalanuvchilarga, demak, topshirish jarayoni avtomatik qayd etiladi. Bundan tashqari, biz buni universitetlar va akademik litseylarda, maktablarda, korporativ kutubxonalarda va milliy va hududiy kutubxonalarda ham ushbu loyihadan keng foydalanishimiz mumkin va o'sha tizimda qo'llaniladigan